sovuqda o'tirar edi. Shu payt eshik taqillab qoldi. Kim bo'ldi bu bemahalda tashrif buyurgan? Men gerdaman. Yaramas, och eshikni. Gerda, Kay, hoynahoy sening mehribon opang bo'lsa kerak-a? Ochmayman eshikni. Kerak bo'lsa o'zing ochib qo'y. Shu payt Gerdaning Buratino bergan kaliti yodiga tushdi. Chunki u kalit har qanday eshikni ocha olardi-da. Kay, kecha To'xta! Hozir men seni muzga aylantirib qo'yaman. Sen bu eshikni qanday qilib ochding? Shuncha yildan beri biror kishi bu eshikni ocha olmagan. bu Buratinoning kaliti edi. Buratino? Qanday Buratino? Kim u o'zi? Buratino, bu mening do'stim. Do'sting? Do'st kimlar o'zi? Men bilmayman. Mening shu paytgacha hech qanday do'stlarim ham bo'lmagan. Do'st, bu sening har doim qiyinchilik vaziyatlaringda yoningda bo'lib, seni qo'llab-quvvatlaydigan insondir. Menga hech qanday do'stning keragi yo'q. O'zimning muammomni o'zim hal qila olaman. Kay, kejon, yuriga ketamiz. Yo'q, sen kimsan? Men seni tanimayman. Men sen bilan ketmayman. Ha, yaramas. Ehtimol sen uning yuragini muzga aylantirib qo'ygansan. Soqchilarim, qani Gerdani qo'lga oling.
To'xta. Uni o'ldirma. U o'ldirishga arzimaydi. Ha, men sizlarga taslim bo'ldim. Sizlarning do'stligingiz meni bu muz yuragimni eritib yubordi. Men sizlarga Kayni sehrdan ozod qilaman. Qani kel Kay, sen sehrdan ozodsan. Kay, rahmat senga sehrdan ozod qilganing uchun. Ha, men har yili yangi yilni bir o'zim kutardim. Men juda ham yolg'izman. Hamma meni yomon